Hurmatli vatandoshlar, o'zbekistonliklar, sizlarga bu yerda Sashakan do'konini obzor qilaman. Xitoydamiz. Sashaka obedda ekan, ungacha men qisqacha sizlarga narsalarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda do'kon kichkina bo'lgani bilan narsani turi juda ham ko'p. Nimalarni ko'rsata olishim mumkin. Misol biz do'konda sotayotgan mana original sovunlar bor. Bundan tashqari mana ichki ko'rinadigan bunaqali sovunlar bor. Juda ham ko'p. SPF'larda har xillari bor. Mana bu kaoyolardan ham sotamiz, bilsanglar. Bular chekasi losyon, o'rtasi SPF bo'ladi. Juda ham zo'r, 1+1. 70% SPF'lar bor. Bundan tashqari shu pudra qo'yingki, hamma yoq bor. Shampun, sovun, gel для dush, atirlar. Hozirgi trendda bo'lgan sumchkali sovunlarda bu yangicha ko'rinishdagisi ekan. Bu sumkasi yana ham boshqacharoq. Qaysi til bitta hidi? Juda yoqadi, yaxshi ekan. Prozrachniy sovunlar. Qo'l krem, oyoq krem, qo'yingki hamma yoq bor. Mana geldilar, dushlar, shular ham zo'r ketyapti. Atirlar. Endi yana bitta xonasi bor nariyoqda. O'shni ham ko'rsataman. Undan tashqari mana sovunni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni yangi chiqib turgan klub noylik. Menga mana o'zi juda ham yoqdi. Mandarinlik, apelsinlik deymizmi? Har xili bor ekan. Endi bu do'konga kiradigan bu yoq polni podvalda hamma yoq bor, Benjamda, Urumchida. Kapsulalar, kapsulasini, mashinasini hidi shunaqa zo'r ekan. Keyingi kelishimizda olib ketamiz. Endi bugun qaytyapmiz. Bugungi sanamiz 19-iyul. Bu videoni endi taxminan bir 25-larda qo'yamiz O'zbekistonga borib. Hidi shunaqa zo'r ekan. Aynan shuni eslab qolinglar. O'ta zo'r ekan. Mana hammasini ko'rib chiqdim. Bularni idishchasi zo'r ekan, lekin buni hidi zo'r ekan. Bundan tashqari atirlar, shampunlar, Sashadan geldilar, dushlar har xilidan olib borganmiz, do'konimizda bor. Andijon Shahrixonida, O'zbekistonda hamma joyga chiqarib beramiz. Ana kichik sotuvchilar ham bemalol biz bilan bog'lanib ishlasanglar bo'laveradi. Ko'pchilik bilan ishlab kelyapmiz. Hidlari shunaqa zo'r bo'ladi. Mana shuniki ham rosa yoqadi menga. Ko'rinishi ham zo'r, hidi ham zo'r. Endi narxlari bilan aytmaysizmi deganlarga endi aytsak ham bo'laveradi, har xil. 10 yuvandan 15-20 yuvangacha bor bu yerda. Endi kargolari bo'ladi. Shunaqalarni 70 mingdan sotamiz, sotuvchilarga 65 mingdan chiqarib beryapmiz. Endi kichkinaroqlari yana ham arzon, ular juda kattasi. Kimono narsa ham zo'r ketdi, mana shu. Skrab. Badringli, kofeli, limonli shu ham o'ta ham zo'r ketdi. Esimga tushib qoldi. Hozir bir korobka yozdirib chiqartirib boraman. Bu yerda keyin yana qiziq, yaxshi tomoni yozdirasiz, o'zlari chiqarib jo'natib beradi. Abu Sahiy kargoga yo'lga chiqib ketaveradi. Va shampunlar ham yangi chiqibdi. Oldik bunaqalardan ham. Izlasangiz juda ham ko'p narsalar. Bu paqirchali shampunlarni boshqachasini olgandik, boshqa do'kondan. Ular ham boradi oyda oxiriga yuklarimiz. Mana shu iyul oyining oxiriga. Telegram gruppamiz ham bor. Nomer qoldiramiz. Pastda Telegramdan yozsanglar, gruppalarga qo'shib qo'yinglar deb silkasini tashlab beramiz. Bemalol qo'shilib olaverasizlar. Mana atirni ham hidi vobshe zo'r ekan. Qimmatroq ekan bu atirlar, 180 yuan, taxminan 300 ming atrofida ekan. Endi 50 ming, 30 ming har xil atirlar, 100 ming o'ziga qarab. Shunaqa. Bu yerda ush ketilaveradi, har xil narsalar sotiladi. Shunaqa narsalar kerak bo'lsa aytaverasizlar, parashoklar deysizlar, bunaqa suyuqliklar deysizlar. Hamma yoq bor.